Farzandimda oqtog'lar bor, davolatishga turli doktorlarga olib bordik, tuzalmadi. Maktabda bolalar ustidan kulishadi. Farzandim o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Ota-ona sifatida nima qilishim kerak deyishibdi. Birinchi очередda опять-ki shunga boryapti, tam psixolog обязательно ishlash kerak farzandlari bilan. Chunki o'zini ota-onani inogda tam kuchi yetmasligi mumkin-da bu masalalarga. Ikkinchidan shunday nima qilish kerakki, ota-ona tarafdan bu kasallik davolanadigan kasallik. Bu senga nima edi, bu bir umr senga tama bo'lib qoladigan emas degan nimaga olib borish kerak. Bu ikki. Uchinchidan agarda endi iloji yo'q tam bor, lekin shu kasallikka nisbatan o'sha farzandda bolada qaniydir ichki xotirjamlikni hosil qilish kerak. Bu qilish qiyin, chunki bilasizda tam insoniyat faqatgina o'sha rangi oqarib qolgandan emas, kimdir men eslayman o'sha maktabda yurganda nima edi, do'stimiz ko'zi ko'k edi, tam uni ustidan kulishardi, tam ko'k ko'z. Qarangda insonni o'sha kamchiligini izlab o'shanga tam nevrologik o'sha tam zarar yetkazayotganini tushunmaydi u bolalar. Shuning uchun, конечно, bu yerda uni o'sha dunyo qarashini o'zgartirish uchun men bu nimaga eng yaxshisi o'sha psixologga murojaat qilishlarini ham nima edi tavsiya qilardim.